Girimchilik kasbi va uzoq turadigan girimning hukmi. Savol. Assalomu alaykum ustoz. Qiz ayollarning to'y uchun va boshqa ishlar uchun girim qilishni o'rganishi va shu kasb bilan shug'ullanishi va uning turidan uzun mazgil turadigan qosh qapoq va teriga girimni chekib, uning ta'siri 6 oydan 1 yilgacha turadigan girim to'g'risida tafsiliy javob bergan bo'lsalar. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlarga, ashablarga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Qiz ayollarning to'y va yoki kundalik turmush uchun girim qilishni o'rganishi va girimchilik kasbi bilan shug'ullanishi girimning muboh yoki harom doirada bo'lishiga, shundaqla girimning to'g'ri maqsad uchun qilinishiga qarab muboh yoki harom bo'ladi. Buning uchun girim qilishda ilib beriladigan har bir ishning hukmini ayrim bilishi lozim. Masalan, chachni qisqartish, budur qilish, yuz va badandagi qoshdan boshqa mo'ylarni elib o'tish qatorliq ishlar joiz. Qoshni inchiklatish, chach uvlash, avratga qarash, botoks qatorliqlar harom. Bu masalalarning bir qismi haqida yozilgan ayrim fatvo bor. Balki tag'i ayolning eri uchun yasinishi va girim qilishi shar'an talab qilingan mustahab ishdir. Ayol girimni o'zi qamlashtirib qilolmasligi mumkin. Shunga bu borada kasbiy girimchiliklarga ehtiyoj bo'ladi. Natijada cheklangan ishlardan xoli bo'lganida girim qilishni o'rganish va girimchilik kasbi bilan shug'ullanish mustahab ishlardan hisoblanadi. Ijobsiz va nomahramlarga girim bilan aralashadigan xaridorlarni girimchiliklar rad qila olsa, rad qilish kerak. Qonun va boshqa sabablar tufayli rad qila olmaydigan bo'lsa, ularga girim qilsa bo'ladi. Bu ahvolda gunoh shu girimni qilib hijobsiz yurguchiga bo'ladi. Bu xil harom ishlarga ayolning eri ruxsat qilsa-mu baribir. Erning ruxsati shariat harom qilgan narsani muboh qilolmaydi. Uzoq turadigan girim odatdagi klassik girim bo'yoqlarini ishlatmasdan qosh qapoq, kirpik, lav va mag'zining rangi qatorliq yuzdagi tafsiliy ko'rinishni suvning ta'siriga uchramasdan uzun muddat 6 oydan 3 yilgacha go'zal ko'rsatadigan texnikani ko'rsatadi. Buningda dog' yoki oq kasal asarini yo'gash, sun'iy kirpik taqashdek ishlarmi bo'ladi. Ko'z yoki lavga microbuilding texnikasini qo'llanib, girim qilinmoqchi bo'lgan o'rinni mast qilib, bo'yoq to'ldirilgan inchiki yenglik qalamdek bir narsa bilan teriga rang uradi. Buni bir xil husn tuzash deyishga bo'ladi. Bu girim go'zallikni saqlab qolish uchun shu girimni har 2-3 yilda bir qatam qildirishga to'g'ri keladi. Uzoq turadigan girimning hukmiga kelsak, buningdimi qildiruvchining har bir ishning hukmini ayrim bilishi lozim. Umuman qilib aytganda, uzoq turadigan girimda mayli qosh va lav sizish bo'lsin, yoki surma tortish, yoki lavni qizillashtirish, yoki terini oqartish va yoki bo'yash bo'lsin, asosligi terining ust qismiga yengni sanjib rang berish bo'lib, bu rang suzuk suvda yoki sopun bilan yuvganda yo'qab ketmaydigan rang bo'lg'achqa, bu payg'ambar sallallohu alayhi va sallam badanga gul chekkuchi ayolga va chektirguchi ayolga la'nat qilgan degan hadis doirasiga kiradi. Va ayollar bo'lsin, erlar bo'lsin, badanga gul, xat va surat chekish harom qilingan cho'ng gunohlardan bo'ladi. Hadisdagi teriga rang chekish tattu deb ataladigan bo'lib, burungi zamonlarda yengni bilan ko'k rangni teriga cho'nqurroq urib, rangning qon bilan berikib o'chmas iz qoldirishi bilan bo'ladi. Uzoq muddat qoladigan girimda yoki husn tuzash tattusi deb atalgan ishda turli ranglarni terining yuzaki qismiga terini g'ijib yoki titib qon chiqarmasdan yengni bilan uradi. Bu chekilgan rang yo'yish bilan chiqmaydi. Shunga bumi cheklangan doiradagi gul chekishga o'xshash. Chunki buningda qon chiqish asos emas, rangning uzun muddat qolishi va yo'ysa yo'qolmasligi asos. Har ikkisida chekish usuli o'xshash. Uning ustiga buni bir qatim qildirganlar 1-2 yildan keyin go'zalligini saqlab qolish uchun har bir qancha yilda qayta qildirish kerak bo'ladi. Uni yo'qotish muhal bo'lmasa-mu oson emas. Natijada o'chmas gul chekkanga o'xshab qoladi. Mabodo suv bilan yuvsa o'chib ketadigan may yoki bo'yoq bo'lsa yoki chaplama bo'lsa edi, xaniga yoki surmiga o'xshab cheklanmaydi. Yana kelib bu texnika uzun muddat turadigan kimyoviy moddani teri ustiga yengni bilan urishga tayinadigan bo'lg'achqa, bu modda ter chiqarish va har xil toksin, zaharlik moddalarni chiqarib o'tishdek muhim roli bor teri to'shikchilarini etib olishi, natijada badan sirtiga chiqolmay qolgan moddalarning ter bezlari atrofiga yig'ilib, yalloq, ishiq, og'riq,
qizish, sezimchanlik kasali, aydizdan yuqumlanish va danxo'rak paydo qilishi mumkin. Buning natijasi qisqa vaqtda ko'rinmasa-mu, uzun muddatda ko'rilishi mumkin. Bumi harom deyishga qo'shimcha asos bo'ladi. Demak, uzoq turadigan girimdagi yengni sanjib teriga rang berishmi harom doiradagi ish. Buningga ergishib, teriga rang chekishga olgan ish haqqimi harom bo'ladi. Buningdan faqatla oq kasal, dog' yoki kasallik sababidan qosh tushib ketishga mubtalo bo'lgan kishining normal teri rangi chektirishi davolanish zaruriyati uchun mustasno qilinadi. Shunimi deb qo'yish kerakki, teriga surtadigan bo'yoqlar teriga suv o'tkazmaydigan bo'lsa, uning ustiga ilingan tahorat hisob bo'lmaydi. Tahorat bo'lmasa, namozmi bo'lmaydi. Valhasil, uzoq turadigan girimning ko'p turi harom doiraga, az bir qismi mubah doiraga kiradigan bo'lg'achqa, har bir turning hukmini aniq bilish uchun shu ishning jarayonini va natijasini tafsiliy bilish lozim bo'ladi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdulaziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.